Surxondaryoliklar bormi? Surxondaryoning mard yigitlariga, ayol qizlariga assalomu alaykum. Ko'pchiliklar qiziqib so'raydi, aka qayerdansiz? Qayerliksiz deb. Surxondaryolikman jigarlarim. Endi 5-6 yil oldin TikTokda yurgan insonlar meni qayerdanligimni biladi. Endi yosh avlod TikTokka kirib kelyapti. Ko'pchiliklar bilmasligi mumkin, chunki baqir chaqir qilib video qo'yaman, O'rta Osiyo, Turon, Nomeradin deb. Surxondaryolikman jigarlar. Xullas bitta narsa, mana bahor ham kelishdi boshladi. Nasib yaqinda mana ko'kalam bo'lib, tog'lar chiroyli manzara bo'lsa, nasib surxondaryolik yigitlari bilan toqqa bir mayapkaga chiqamiz. Nasib inshaalloh. Kim surxondaryolik bo'lsa kommentariyaga yozib qo'ysin. Jilayishchilar bo'lsa, surxondaryoliklar bo'lsa, toqqa chiqib bir mayapka qilaman, dam olaman, o'tiramiz, cho'tka deydigan insonlar bo'lsa, xudo xolasa mayapkaga chiqamiz. Lishli narsa olmaymiz jigarlarim. To'lka go'sht qovurib ham yeymiz, shashlik ham qilib yeymiz, kabob ham qilib yeymiz, yotib ham yeymiz, tikka turib ham yeymiz. Xullas go'sht yeyish. Nima deydi? Rekord qo'ymoqchi bizlar surxondaryoliklar toqqa chiqib go'sht yeyish bo'yicha rekord qo'yamiz. Jelaniyasi bor insonlar bo'lsa, bemalol kelishi mumkin, taklif qilib qolaman. Jonlaring sog' bo'lsin, addish hurmatlasizlar. Bosh Surxondaryo.